Assalomu alaykum. Bugun biz durdan sumka to'qishni o'rganamiz. Buning uchun bizga dur va leska kerak bo'ladi. Durimizni avval mana bunday o'zimizga qulay bo'lgan idishga solib olamiz. Leska. Bizga mana bunday leskalar kerak bo'ladi. 0,3 razmerdagi leska. Leskamizdan biz kamida 2 metr qirqib olamiz, chunki bizga sumkamizni yarmida leska tugab qolmasligi uchun iloji boricha ko'proq leska qirqib olamiz. Ishimizni boshida mana bunday 4 ta durni birinchi o'tkazib olamiz. 3 ta durni o'tkazganimizdan keyin 4-chisida ikkinchi leskamizni qaytarib o'tkazib olamiz. Va ishimizni videoda ko'rsatilgandek qilib davom ettiramiz. Iloji boricha videoni sekinroq qo'yishga harakat qilganman, negaki o'quvchilarim tushunmay qolmasin deb. Lekin ba'zi bir negativchilar yaqinda YouTube'ga joylagan edim bu videoni. Ovozsiz qilib joylagandim. Chunki 16 minutlik video bo'lib ketgani uchun 16 minutga o'zimga qiyin ko'rindi. O'shancha 16 minutgacha bunaqa qilishga. O'zlarim maqtanib oldim orada. 16 minutlik videoga ovoz qo'yishni o'zi bo'lmaydi. Buni hamma mendan ko'ra yaxshiroq biladi. Video olayotganlar, video joylayotganlar o'zlaricha yaxshi tushunishadi. Shuning uchun ovozsiz qilib qo'ygandim. Ba'zi bir negativchilar yozibdi, shunaqa xira videoga olib, ovozsiz, muzikasiz, effektsiz video olib, ovora bo'psiz deyishdi. O'shandan so'ng bu videoni yana qayta joylashga qaror qildim. Yosh bolam bilan video olish juda ham qiyin o'zi aslida. Mayli shundayam. O'zimni o'quvchilarim uchun, sizlar uchun ataylabdan yana boshqatdan ovoz yozishga
Yani boshqatdan ovoz yozishga qaror qildim. O'shaning uchun ijodimni to'g'ri baholaysiz degan umiddaman. Bitta layk, podpiska kutib qolaman. Mana subkamizni ikkinchi qatoriga ham yetib keldik. Ikkinchi qatoriga ko'rsatilganday qilib o'tib olamiz. Bu sizlar uchun qiyinchilik tug'dirmaydi degan umiddaman. Telegram kanalimda yopiq kanal orqali, Telegramda yopiq kanal orqali darslar berib boraman. Agar xohlasangiz, yana mana shunday durdan sumkalar yasashga qiziqqan qizlar, ayollarimiz bo'lsa, menga o'xshab uyda o'tirib daromad qilishni xohlagan insonlar bo'lsa, Telegramda kurs tashkil etganman. Alohida chegirmada hozir skidkaga qo'yganman. 79 mingga asl kursimni narxi 400 ming so'mlik kurs. U yerda 30 dan ortiq diadema, korona, tillaqoshlarni yasashni o'rganasiz va yana mana shunday chiroyli sumkalarni to'qishni ham o'rganib olishingiz mumkin.
birlashtirayotganimizda mana bunday qilib birlashtirib olamiz. O'rtaga bitta dur, leskani ikkala tarafdagi ikkala tarafdagi oxirgi durdan o'tkazib, o'rtaga bitta dur qo'shib, ikkala leskani bir-biridan o'tkazib, xuddi shu yo'nalishda to'qib boriladi. Sumkamizni yonini birlashtirganimizdek xuddi tagini ham o'shanday qilib birlashtirib olamiz. Ikkala tarafdan ikkita chekkadagi oxirgi durlarni o'rtasiga bitta dur qo'shib, xuddi mana shunaqa qilib videoda ko'rsatilgandek qilib birlashtirib olamiz. Mana sumkamizni oxirgi bosqichiga ham yetib keldik. Bu bosqichda biz sumkamizni tutqichini o'rnatib olamiz. Mana shunday qilib sumkamizga chiroyli qilib birlashtirib olamiz. Va shu bilan bizning videomiz tugadi. Videomizni shu joygacha tomosha qilgan bo'lsangiz, bitta like
bosib ketasiz degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.